Bu ertaga sizlarni jarlikka shu darajada itaradiki, uncha emas, o'zlaring o'ngla olmaysizlar qaytib. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu mavzuda gapirmayman deb o'zimga va'da bergandim, lekin gapirmaslikning iloji bo'lmayapti. Sabab bundan bir 5 yil oldin bu mavzuda bir ikkita video qilganman, kerragicha boshimga muammolar kelganda, lekin gapirmaslikning iloji bo'lmayapti. Nima haqida gap ketyapti? Bugungi kunda juda ko'p qiziqishlarga sabab bo'layotgan va juda ko'p reklama qilinayotgan Kapital bankda islom moliyasi asosida ikkilamchi bozordan avtotransport vositalariga berilayotgan pul foizsiz, ribosiz, peniyasiz pul beryapmiz degan reklamalari sabab bo'layapti. Nimaga? Men qiziqdim, ana qitimirchiligim bor, to'g'risini aytaman. 240 million pul olaman dedim bankka borib, va 20 ming dollarlik mashina olaman, shuni hisoblab bering dedim. Переначальный взнос 35% to'layman dedim. 84 million переначальный взнос to'lar ekansiz, hurmatli fuqaro dedi. Xuddi shunday. Meni bankdan qarzim 240 milliondan 84 ni ayirsak 156 qoladim. 156 million qarzim qolyapti. Men 4 yilda shuni qanchadan to'layman desam, 6 million 186 mingdan to'laysiz dedi. Nimaga bunaqa qimmat? 14.7% deyotgan bo'lsangiz, 156 million pulga 6 million 200 ming salkam to'lash g'alati emasmi dedim. Yo, siz 156 millionda hisoblamang-da, siz 240 million olyapsiz-ku deydi. Yo, baraka topkur. Men 240 millionlik mashina olyapman. Men 84 million senga pul qo'yyapman. 156 million sendan qarzim qolyapti dedim. U desam, u deydi, bu desam, bu deydi, meni aldamoqchi bo'lyapti-da. Xafa bo'lmanglar o'rtoqlar. Men hammasi emas, ba'zi bir bankirlardan bu sistemada aqlliroqman. Xafa bo'lmanglar, men kimdir shaxsiyatiga tegmoqchi emasman, fikrimni aytyapman. Ogohlantirishimni aytyapman. Endi qarang, 240 millionlik mashinangizni qisqa qilib aytganda 381 million qilib qaytarib berasiz. Eng alam qiladigan joylarini aytaman. 156 million qarzingizni siz bankdan 156 million so'm qarz bo'lyapsiz. 297 million qilib qaytarib beryapsiz. 297 million, 156 millionda 297 million qaytarib to'laysiz 4 yilda. Yana eng bundan ham odamni ustidan kuladigan darajasi, siz 100 million переначальный взнос qo'ysangiz, misol uchun, 240 millionlik mashinaga 100 million переначальный взнос qo'ydingiz, qiziq emas u qancha qo'yishingiz. Siz 100 million qo'ygan pulingizga ham 4 yil davomida 14.7% dan pul to'laysiz bankka. O'zingiz pulingizga, 100 million qo'yib qo'ygan pulingizga, siz bankka qo'ygan pulingizga bank sizga rahmat deyishni o'rniga 14.7% dan yana pul to'latadi ustiga. Tasavvur qilyapsizmi? U 100 million qo'ygan pulingizga ham как будто siz bankka 100 million qo'ydingizda, bankda pulingiz 100 million pulingiz turganligi uchun 4 yil davomida yana uni ustiga 60 million berasiz-da. Undan tashqari ana 156 millioningizga yana bir 100 million qo'shib berasiz-da. O'shanda 240 millionlik mashinangiz, siz 156 million qarz olasiz, lekin 381 million qaytarib to'laysiz. Hushyor bo'linglar o'rtoqlar, shu masalada qiziqib yurganlarga, kimdir qulog'iga yetib borganlarga hozir juda ko'p reklamalar berilyapti. E'tiborli bo'lsin. Hammaga yuboringlar buni.